Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz suyulishlar sinfi sistematikasi. Rejalarimiz, demak, suyulishlar haqida umumiy tavsif, suyulishlar sinfi sistematikasi va suyulishlar sinfining turkumlari. Demak, suyulishlar umumiy tavsifi. Suyulishlar umurtqali hayvonlar orasida eng yuksak darajada rivojlangan bo'lib, xilma-xil sharoitda yashashga moslashgan. Suyulishlarning boshqa umurtqali hayvonlarga nisbatan asosiy progressiv belgilari mavjud. Demak, suyulishlar sistematikasini tanishtiradigan bo'lsak, kenja tip umurtqalilar, bosh siklitlilar, katta sinf to'rt oyoqlilar, sinf suyuluvchilar, kenja sinf haqiqiy darrandalar. Demak, tuban darrandalar infrasinf turkumi, hasharotxo'rlar turkumi, qo'lqanotlar turkumi, kemiruvchilar turkumi, toshqonsimonlar turkumi, yirtqichlar turkumi, kurak oyoqlilar turkumi, kitsimonlar turkumi, xartumlilar turkumi, juft tuyoqlilar, qadoq oyoqlilar, toq tuyoqlilar, primatlar turkumlariga bo'linadi. Suyulishlar sinfiga 4000 dan 5000 tagacha tur kiradi. O'zbekistonda 7 ta turkumga kiruvchi 105 tur suyuluvchi uchraydi. Suyulishlar sinfi bir-biridan keskin farq qiladigan ikkita kenja sinfga bo'linadi. Sodda yoki dastlabki darrandalar kenja sinfi va haqiqiy darrandalar, ya'ni tirik tug'uvchi darrandalar kenja sinflariga bo'linadi. Sodda yoki dastlabki darrandalar kenja sinfi bitta betishiklilar, ya'ni klopkalilar turkumi kiradi. Haqiqiy darrandalar, ya'ni tirik tug'uvchi darrandalar kenja sinfga ikkita infrasinf kiradi. Birinchi tuban darrandalar infrasinf, ikkinchi yo'ldoshlar, ya'ni yuksak darrandalar infrasinfi mavjud. Suyulishlar xilma-xil hayvonlar bo'lib, tuzilishi, ko'payish va rivojlanish xususiyatlariga ko'ra tuxum qo'yishlar, xaltalilar va yo'ldoshlar guruhiga bo'linadi. Buni haqiqatdan ham rasmlarda ko'rishingiz mumkin. Tuxum qo'yishlar bu kenja sinf vakillari Avstraliya va unga yaqin bo'lgan orollarda yashaydigan tuban suyulishlarning juda kam sondagi guruhlar hisoblanadi. Tuxum qo'yib ko'payishi bilan boshqa suyulishlardan farq qiladi, biroq tuxum rivojlanishining yarmida ko'proq ona organizmdan urg'u o'tganligi sababli tuxum shaklidagi holat 50% dan ko'proq rivojlangan qobiq ichidagi embriondir. Keyinchalik dastlabki darrandalar tuxum bosadi yoki tuxumni maxsus xaltachasida, ya'ni masalan yexidni rivojlantiradi. Dastlabki darrandalar qushlar, reptillar singari klopkalada bo'ladi. Xaltalilar marsupillar turkumi. Tuban darrandalar infrasinfiga bitta xaltalilar turkumi kiradi. Buni ham rasmda ko'rishingiz mumkin. Hozirda xaltalilar turkumining 3 ta kenja turkumi, 9 ta oilasi, 71 urug'i, 250 turi bor. Xaltalilar turkumiga kiradigan suyuluvchilarning tashqi ko'rinishi xilma-xil. Ularning yo'ldosh zaif rivojlangan yoki bo'lmaydi. Bachadonda embrionning zaif rivojlanishiga sabab embrion parrandalari bachadon devoriga yopishib o'smaydi. Shuning uchun yuksak suyuluvchilar embrionda ozuqa moddalari yetarli bo'lmaydi. Bolalar kichkina nimjon rivojlanadi. Sut bezlari maxsus qisuvchi uchlar orasida pastda ularning nimjon bolalari tushadi. Yo'ldoshlar infrasining asosiy xarakterli xususiyatlari ularning xaltalari va qopchiq suyaklari bo'lmasligi. Xaltalar embrioni bachadonda rivojlanishi hisoblanadi. Haqiqiy yo'ldoshlar yaxshi rivojlangan, nisbatan rivojlangan va mustaqil sut ema oladigan bola tug'adi. Hozir mavjud bo'lgan yo'ldoshlar infrasinfining 17-18 turkum va 4,5 mingga yaqin turi bor. 14 turkum vakillari qirilib ketgan. Buni rasmlarda ham ko'rishingiz mumkin. Hasharotxo'rlar turkumi. Hasharotxo'rlar turkumiga kiruvchi suyulishlar eng qadimgi va tuban uzunligli yo'ldoshlar hisoblanadi. Tanasining uzunligi 3,5 sm dan 44 sm gacha boradi. Oldingi miya yamshalari kichik va burmasiz, bosh miyaning hid bilish bo'laklari kuchli rivojlangan, bachadon 2 shoxga bo'lingan, 3-tumshuqqa aylangan. Kichkina harakatchan xartumchasi bor. Oyoqlari 5 barmoqli, barmoqlarining uchida kichikroq tirnoqlari bo'ladi. Qo'lqanotlar turkumi. Qo'lqanotlar turkumi sistematik jihatdan qo'lqanotlar hasharotxo'rlar turkumiga yaqin turadi. Faqat bu guruh hayvonlari havoda moslashgan suyuluvchilar bo'lib, oldingi oyoqlari shaklan o'zgarib haqiqiy qanotga aylangan. Oldingi oyoqlari 2-5 barmoqli, nihoyatda uzun. Bu barmoqlar orasida yelka oldi, yelka gavdasining 2 yoni, orqa oyoqlar dumida junsiz yupqa uchish pardasi kalta bo'lib tirnoq bor.
qo'lqanotlar bir-biridan yaxshi ajralib turadigan ikkita kenja turkumga, ya'ni mevaxo'r ko'rshapalaklar va ko'rshapalaklarga bo'linadi. Ular qishda uzoq uyquga ketadi. Primatlar turkumi bu turkumga 200 dan ortiq tur kiradi. Primatlar turkumi ajdodlari qadimgi hasharotlar turkumi vakillari bo'lgan. Ularning uzunligi 9-12 sm dan 200 sm-gacha, gorilla og'irligi 60 grammdan 180-200 kilogrammgacha boradi. Primatlarning tuzishi ular ajdodlarining daraxtda yashaydigan dalolat beradi. Ular xususan 5 barmoqli, bosh barmog'i boshqa barmoqlarga qarama-qarshi qo'yilgan oldingi oyoqlari juda harakatchan. Primatlar turkumi ikkita kenja turkumga, ya'ni tuban primatlar yoki chala maymunlar hamda yuksak primatlar yoki maymunlar kenja turkumlariga bo'linadi. Keng burunli maymunlar guruhi vakillari asosan Markaziy va Janubiy Amerikada o'rmonlar, daraxtlarda yashaydi. Keng burunli maymunlar guruhiga o'rtacha va mayda maymunlar kiradi. Ular odatda kajak bo'ladigan uzun dumi va serbar va burunlari to'sig'i harakatlantiradi. Tishi bor. Tish burunlarini ko'rishingiz mumkin. Keng burunli maymunlar dumlari bilan xuddi oyoqlari singari daraxt shoxlari ostida turishi mumkin. Keng burunli maymunlar guruhining ikkita oilasi 60 ga yaqin turi bor. Tosh xonsumonlar oilasi bilan ham tanishishingiz mumkin. Kemiruvchilar turkumi ko'rishingiz mumkin. Yirtqichlar turkumi katta va o'tkir qoziq tishlari, bo'rtmali va o'tkir kesuvchi oziqlar hamda kichik va yaxshi rivojlangan kurak tishlari borligi bilan xarakterlanadi. Yuqori jag'dagi keyingi soxta oziq tishlari bilan va pastki birinchi haqiqiy oziq tishi odatda katta bo'lishi bilan boshqa turkum vakillaridan farqlanadi va yirtqich tishlar deb ataladi. Quruqoyoqlar turkumi. Kitsimollar turkumi bilan tanishadigan bo'lsak, kitsimollar turkumi vakillari quruqoyoqlarga nisbatan haqiqiy dengiz hayvonlari bo'lib, hayotni faqat suvda o'tkazadi. Quruqlikka chiqmaydi. Gavdasi dudsimon, baliqsimon, oldingi oyoqlari kurakaylangan, bo'yni mutlaqo bilinmaydi, orqa oyog'i yo'qolib ketgan. Baliq dumiga o'xshash dumi bor, lekin dumi vertikal emas, gorizontal tekisda o'rnashgan. Ko'pchilik turlari soni keskin kamayib ketgani sababli ovlash taqiqlangan 18 ta turi va bitta kenja turkumi xalqaro turi xalqaro qiziq kitobga kiritilgan. Kitsimollar turkumi ikkita kenja turkumga bo'linadi. Chiziqlar yoki mo'ylovli kitlar kenja turkumi vakillarining jag'ida tishlari yo'qligi va og'izda tanglaylarning har ikki tomonida bir talay kit mo'ylovlari deb ataladigan suvni suzib o'tkazuvchi apparat hosil qiladi. Bu plastinkalar og'iz bo'shlig'ida ko'p miqdorda bo'ladi va ular ilaklik vazifasini bajarib, suv bilan birga og'ziga kirgan mayda dengiz hayvonlarini suzib oladi. Chiziqlarning ko'pchiligi juda bahaybat bo'ladi. Ularga bo'yi va 30-33 metr, og'irligi 150-160 tonnagacha boradigan ko'kkit, bo'yi 15-20 metrga boradigan Grenlandiya kiti, Janubiy kit, bo'z kiti va bo'kira kitlar kiradi. Darslarimiz shulardan iborat edi.